Ta'ma. Ta'ma deb birovdan bir narsa umidvor bo'lmakni aytilur. A'zo va javohirlari salomat, kuch va quvvatli kishilarga ta'ma qilmak harom. Ojiz va notavon, kuchsiz kishilarga mubohiddir. Ta'ma balosiga giriftor bo'lgan kishilarda nomus va hayo degan so'zni yaxshi sifatlar bo'lmaydir. Hozirgi zamonda oramizda ta'ma noni bilan qorin to'ydiradigan kishilarning hisobi yo'qdir. Agar bularning biridan birodar sanasang, oyoq qo'ling butun, tanang sog' ta'ma qilmak senga harom emasmi? Deb savol qilinsa, qanday qilay? Ota-bobomning kasbi tilanchilik edi. Men ham ta'ma orqasidan ovqat yeyurman deb ta'mani kasbga isnot berib turlik bahonalar bayon qilurlar. Sharoitda bunday kishilarga ta'ma orqasidan kasb qilmakni ma'lumidir. Alhosil, ta'ma non ila suyaga qotgan ish va kasbga bo'ynin qo'ymay dangasa va yalqovlikka o'ralgan va adovat va odat qilgan kishilarning o'zlaridan yaxshilik umidini o'ldirmog'i kabi bolalardan ham yaxshilik kutib bo'lmaydir. Rasuli akram Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam afandimiz, kishi qo'lida bo'lgan narsaga qiziqma, ta'madan saqla. Zeroki ta'ma o'zi hozir bir faqirdir. Namozingni ado qil, so'ngida uzr ista. To'g'ri keladigan ishlardan saqlan demishlar. Bayt. Bo'lmagil mubtalo duchor ta'ma, aylar insonni xoru zo'r ta'ma. Yo'q qilib himmatu qanoatni, olur odatdan ixtiyor ta'ma. Nonni minnat uchun egur bo'yning, qiladir ko'zini intizor ta'ma. Yuzdan o'tkay hayo u shamingni, g'ayrating kuydirur nori ta'ma. Hirsi dunyo qiladi qoronudek, hotam isming yotar mori ta'ma.